Yer yuzida insoniyat yashashi uchun eng zarur boyliklardan biri bu suv. Har bir tomchisi oltindan ham qadrli bo'lgan ushbu ne'matni tejash bugungi kunda nafaqat iqtisodiy, balki ekologik masala sifatida ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aholining farovonligi va salomatligini ta'minlashda esa ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv xizmatlarining ahamiyati beqiyos. O'zbekistonda ushbu sohani rivojlantirish, aholining ichimlik suviga bo'lgan ehtiyojini muntazam va sifatli qondirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. So'nggi 8 yilda ichimlik suv ta'minoti va oqova suv xizmatlari sohasiga 27,5 trillion so'm mablag' yo'naltirildi. Shundan 16,5 trillion so'mi davlat hisobidan, 1 milliard AQSh dollari esa xalqaro moliya institutlarining investitsiyalari hisobidan qoplandi. Mazkur mablag'lar evaziga esa 3627 ta inshoot hamda 40,6 ming kilometr ichimlik va oqova suv tarmoqlari barpo etildi. Bugungi kunda ichimlik suv masalasi nafaqat O'zbekistonda yoki Markaziy Osiyoda, balki butun dunyoda global ahamiyat kasb etib kelayotgan kun tartibidagi masalalardan, muammolardan biri. Demak, ichimlik suv masalasiga keladigan bo'lsak, O'zbekistonimizda bugungi kunda aholini markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi 81,5% ni tashkil etadi. Vaholanki bundan 7-8 yil muqaddam ushbu ko'rsatkich 60% atrofida edi. U ham o'sha raqamlarda, qog'ozlarda hech kim xonadonma-xonadon o'rganmagan, mahallama-mahalla kezib chiqmagan va bu masalani muammo sifatida ko'rmagan edi. O'zbekiston sharoitida suv resurslari cheklangan. Shu sababli aholining suvdan oqilona foydalanishi kelajak avlodlar taqdiriga bevosita ta'sir qiladi. Oddiygina kundalik odatlarimizni o'zgartirish orqali biz butun jamiyat uchun ulkan foyda keltirishimiz mumkin. Agar mamlakatimizdagi har bir fuqaro bir kunda atigi 1 litr suv tejasa, 1 yil davomida 370 ming nafardan ortiq insonni ichimlik suvi bilan ta'minlash mumkin. Suvni tejash faqat iqtisodiy foyda emas, balki kelajak oldidagi mas'uliyatdir. Farzandlarimiz ham suv ne'matidan foydalana olishlari, shaharlarimiz yashilligi va ozodaligi bugun bizning unga bo'lgan munosabatimizga bog'liq. Ayniqsa O'zbekistonimiz uchun, ayniqsa bizning jamiyatimiz uchun ichimlik suvidan foydalanish, iste'mol madaniyatini shakllantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Darhaqiqat, yana bir og'riqli jihat deymiz, ya'ni o'sha suv ta'minoti tizimidagi oldida turgan og'riqli jihat bu o'sha iste'mol madaniyati va to'lov madaniyati. Aholini suv ta'minoti korxonalaridan bugungi kundagi qarzdorligi 600 milliarddan ortiq va bu jarayonlar davom etyapti. O'sha qarzlarni to'lash, o'sha qarzdorlikni so'ndirish masalalari, lekin bu juda qiyin. Darhaqiqat, aynan aholini markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlash borasida respublikamizda so'nggi 7-8 yil ichida juda katta, kolossal, yirik hajmdagi ishlar amalga oshirildi. Barcha hududlarimizda, respublikamizning barcha hududlarida mega loyihalar shakllantirildi. Buni o'sha insonlarni hayoti, kayfiyati, farovonligidan ham bilsak bo'ladi. Ayniqsa, birinchi navbatda agar xonadoningizda suvingiz bo'lmasa, barcha rejalaringiz barbod bo'ladi. Buni tan olib aytishimiz kerak. Har bir insonni, har bir xonadonni, har bir o'sha oilani farovonligi, xotirjam yashash avvalo sanitar holati bilan bog'liq uni. Joriy yil avvalida aholining markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi 74% ga yetgan. Buxoro viloyatining Olot va Qorako'l tumanlarida 275 ming aholi ilk bor ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Salomatlik uchun juda muhim bo'lgan ichimlik suvi sifati va xavfsizligini ta'minlash asosiy maqsad hisoblanadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotida shunaqa tahlillar bor. Ular o'sha oyga, quyoshga qarab tahlil qilmaydi, ular aniq prognozlar bilan tahlil qiladi. 2050-yilga borib deyapti, Markaziy Osiyo aholisi 100 million kishini tashkil etadi. Undan 50 millioni o'zbeklar bo'ladi deyapti. Demak, inson omilining ortib borayotganligi, suv zaxiralarining kamayib borayotganligi va ekologiyamizning hamin qadar bo'lib borayotganligi bizda suvga nisbatan munosabatni keskin, ya'ni revolyutsion o'zgartirishni talab etadi. U ham bo'lsa, transport vositasini ichimlik suv bilan yuvmaslikka, gilamlarimizni yuvmaslikka, bo'lar-bo'lmasga asfaltga ichimlik suvini sepmaslikka chorlab qoladi. O'zsuv ta'minot aksiyadorlik jamiyati bu borada ham ishlarni rejali tartibda yo'lga qo'ygan. Garchi o'sha yuqorida sanab o'tilgan soha oldidagi muammolar yechimini topayotgan bo'lsa-da, biz barqaror rivojlanish strategiyasi asosida ketyapmiz. Ya'ni o'sha 6-7 yil ichida biz ta'minot darajasini 20% dan oshirdik. Suv bu hayot. Uning bir tomchisini ham isrof qilmaslik insoniylik va vatanparvarlik burchimizdir. Agar millionlab insonlar bir vaqtning o'zida ozgina tejamkorlik qilsa, natijasi butun mamlakat va kelajak avlod uchun ulkan bo'ladi.